Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Thumma amma ba'd. Savol: namozdan keyin yoki juma namozidan keyin, farz namozlardan keyin qo'lni ko'tarib duo qilishlik sunnatda bormi? Agar bo'lmasa, qo'lni ko'tarib duo qilishlik qachon kelgan degan savol berdilar. Bunga javob: avvalambor biz bilishligimiz kerakki, duo bu ibodat. Bu ibodat. Va bizda bir qoida bor. Har bir ibodatni faqat dalil bo'lsagina qilamiz. Ya'ni bir inson bir ibodat qilishligi uchun bunga dalil kerak. Ya'ni masalan namozni nimaga o'qiymiz? Qur'on va sunnatda dalil bo'lganligi uchun. Ro'zani nimaga tutamiz? Alloh taolo buyurganligi uchun. Shuning uchun bir inson masalan har namozdan keyin 100 marta Subhanalloh deyishlik kerak desa, bu ibodat. Bunga dalil kerak. Agar dalil bo'lsa, qilamiz. Dalil bo'lmasa, buni qilishlik joiz emas, bu bid'at bo'ladi. Demak, duo bu ibodat. Duoda qo'l ko'tarishlik bormi yoki yo'qmi? Bunga dalil kerak. Demak, duoda qo'lni ko'tarishlikka dalil kelgan o'rinlari bor, dalil kelmagan o'rinlari bor. Qayerda qo'l ko'tarishlikka dalil kelgan bo'lsa, qo'lni ko'taramiz. Qayerda kelmagan bo'lsa, ko'tarmaymiz. Demak, duo qilishlik qayerlarda kelgan? Duo qilishlik juda ham ko'p ibodatlarda ichida kelgan. Namozda, xutbada, tavofda, inson namozni ichida turib, rukuda duo qilish, sajdada duo qilishlik, namozga kirganda istiftoh duosi, mana bular hammasida duolar bor. Mana shu duolarning ichida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qayerda qo'llarini ko'targanliklari kelsa, mana shunga ergashamiz. Qaysinisida kelmagan bo'lsa, qo'lni ko'tarishlik bid'at bo'ladi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lni ko'targan o'rinlari avvalambor xutbada turib, imom bo'lib turib, xutba qilayotgan paytlarda qo'lni ko'tarib duo qilganliklari vorid bo'lgan. Suv so'rashlik istisqo namozi deb qo'yiladi. Suv so'rab duo qilinganda qo'llarni ko'tarib duo qilganlar. Va jangdan oldin kechalari turib namoz o'qiganlarda qo'llarini ko'tarib duo qilganlar. Mana bu o'rinlar yoki umumiy hadisda inson umumiy duoda, ya'ni har doim bir yerda ushlab olishlik emas. Umumiy qachon xohlasa ham duo qilib, qo'lini ko'tarib duo qilsa, mutlaq duo deb qo'yiladi. Qaydsiz bir yerda duo qilishlikda qo'lini ko'tarishlik bor. Hadisda kelgan Buxoriy Muslim rivoyatida bir kishi keladida, ey Robbim deb qo'lini ko'tarib osmonga duo qiladi degan sifatlik nima? Mana shu odamni sifati kelgan hadisda. Demak, qo'lini tepaga ko'tarib ey Robbim deb qo'lni ko'tarishlik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu kishi haqida fazilatli o'rinda zikr qildilar. Boshqa hadisda ham kelgan: Innalloha yastahi min abdihi an yarfa'a yadayhi fayaraddahuma sifran. Alloh taolo o'zini bandasini qo'llarini ko'tarib duo qilganda bermasdan qo'llarini quruq qaytarishlikdan hayo qiladi degan hadis ham kelgan. Demak, odam qo'lini ko'tarib duo qilishlik shariatimizda bor. Lekin o'rinlari yoki umumiy duo qilishlik, bir yerda qayd qilib olmasdan, bir yerda odat qilib olmasdan umumiy duo qilishlik, qo'lini ko'tarib yoki bo'lmasam shariatda kelgan o'rinlarda qo'lini ko'tarishlik. Demak, mana bu savolga qaytadigan bo'lsak, har namozdan keyin, farz namozi bo'lsin, nafl namozi bo'lsin, juma namozi bo'lsin, namozdan keyin qo'lini ko'tarib duo qilishlik bormi desa, bu narsa sunnatda yo'q. Ha, ba'zi o'rinlarda buni sunnat demasdan, odat qilib olmasdan, shunchaki qo'lni ko'tarib, rosa bir narsa kerakli paytda namozdan keyin qo'lni ko'tarib duo qilishlik joiz. Ammo har namozdan keyin sunnat qilib, odat qilib olishlik bu bid'atga kirib qoladi. Lekin umumiy ravishda, umumiy duoda inson bir o'zi o'tirib olib, shunchaki duo qilayotganda qo'lni ko'tarib duo qilishlik bu shariatimizda bor amallardan. Vallohu a'lam.